220 da ishlaydi, hammani uyda ishlaydi. Xohlagan yo'nalishingizda ham chiqarsiz bo'ladi. Donga hasha qo'shib chiqarsiz bo'ladi, donni o'zini chiqarsiz bo'ladi. Hattoki 220 toza svetingiz bo'lsa, hashidan o'zini chiqargan videolarimizni ko'rsatib berganmiz. Hashidan o'zini chiqarishingiz mumkin. Bitta yem ishlab chiqarish biznesini qilsa bo'ladi. Shunaqa granulyator. Navbatdagi partiyamiz xudo xolasa Namanganga tayyor bo'ldi. Namanganlik akamiz bizdan super drivka olgandilar. Bunaqangi super drivka changitmaydigan. Endi hozir bitta mishalka, bitta soatiga 100 kilo, 150 kilo chiqaradigan granulyator xarid qilishdi. Akamizga hozir 7,5 kilovat 1000 оборотli soatiga 100 kilo, 150 kilo chiqaradigan granulyatorimizni qilib berdik. Motorlarimiz xudo xolasa yangi Elton kompaniyasiniki. Ko'rgan bo'lsangiz chiqarishlari o'ta chiroyli, tekis chiqyapti. Bitta yem ishlab chiqarish biznesini qilsa bo'ladi. Shunaqa granulyator olib, mishalkamiz ham xudo xolasa 100 kilo sig'imligidan kecha kuni buni videosini qo'ygandik. Motorlarimiz xudo xolasa yangi 7,5 kilovatlik. Ishlashlari o'ta tekis. Xo'p, akalar nimaga Mustang jamoasi video qo'ymayapti shu kunlarda deganlarga, hop, bizda ish jarayonlari ketyapti. Havo sovuqligini hisobiga jindi gaz yo'qligini hisobiga bizda matrisa roliklarimiz, zakalka jarayonlari kecha qoldi. Ana hozir hamma viloyatlarda o'sha Xorazmmi, Buxoromi, qaysi viloyatdan zakaz bergan bo'lsalar, hammalariga mana tayyor bo'lyapti. Inshaalloh hammaligini vaqtida chiqarib beramiz. Mana soatiga 50-60 kilolik 220 granulyatorlarimiz. Soatiga 300 kilolik, 150 kilolik mana tayyor bo'lyapti. Mana super drivkamiz xudo xolasa Xivaga, Dilmurod akamizga. Endi super drivkalarimiz yana chiqyapti. Hop. Hammani apparatlari vaqtida bo'lyapti. Vaqtida yana granulyatorlarimiz xudo xolasa super drivkalarimiz mana granulyatorlarimiz tayyor bo'lyapti. Ba'da mana Xitoy granulyatorlarimiz yana remontlarda kelgan, ularni qilyapmiz. Hop, 300 kilolik granulyatorlarimiz mana bo'lyapti. Endi mana kraska sepish jarayonlari bo'lyapti. Hammani apparati bo'lyapti vaqt soati bilan, faqat endi ozgina sabr, xudo xolasa biz chiroyli qilib beramiz. Mishalkamiz 100 kilo sig'imligi aravachasi bilan kimga kerak bo'lsa, buni ham qilib beramiz. Narxi 9,5 million so'm. O'zbekiston bo'yicha ular shahar markazida dastlabkinamiz ekan. Granulyatorimiz soatiga 100 kilo, 150 kilolik 160 diametr 7,5 kilovatligimiz $1000. Mana bunaqangi 220 da ishlaydigan granulyatorlarimiz xudo xolasa 220 da ishlaydi, hammani uyda ishlaydi. Xohlagan yo'nalishingizda ham chiqarsiz bo'ladi. Donga hasha qo'shib chiqarsiz bo'ladi, donni o'zini chiqarsiz bo'ladi. Hattoki 220 toza svetingiz bo'lsa, hashidan o'zini chiqargan videolarimizni ko'rsatib berganmiz. Hashidan o'zini chiqarishingiz mumkin. Buni xudo xolasa mana kinezlarimizga bugundan videolarni qilishni boshlaymiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, 4 minutdan beri mana hozir endi partiyani chiqarib turibdi. Bitta odam bemalol bir kunda eplar 400-500 kilo 1 tonna yemni chiqarib, bemalol biznes qilsa bo'ladi. Kimga shunaqa mahsulotlar keraksa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan ishlaymiz. Nomerlarimiz o'sha. Xudo xolasa bahorga aksiyalar, Ramazonga aksiyalarni o'ylab qo'yganmiz. Bizni kuzatib boringlar. Mana shu videoni ko'rganlaringdan keyin shu sohaga qiziqadigan tanishlaringga podelitsiya qilib qo'yib, bitta like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.